Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan men Arkava Yusuf. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi videolarimiz ko'pchiligingizga foydali va manfaatli bo'ladi. Xorazm viloyati Hazorasp tumani Karvak qishlog'ida xonadonda boqib turgan Simental Paroda xonajunni bugungi videolarimizni sizlarga shikolat narxda sotib qo'yib berishga harakat qilaman. Videolarimizni befarq bo'lmang, arzimat minnatimizni qadrlab, videolarimizni like bosib, bu videolarimizni shuningdek sig'ir qidirib yurgan donish bilsangiz bo'lsa, shularga jo'natib qo'yaverasizlar. Bu sig'irimiz ko'rishingiz mumkin, hurmatli obunachilarimiz, bunni do'g'an ekan, aslida qisir bo'lib qolibdi bu. Bu qolgan ekan, bu qolgan qo'ymalardan keyin qisir bo'libdi, hurmatli yurtdoshlar. 42 million so'm aytib turibdilar, ustida yarashadigan joyi bor. Agar buni sotib oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa, где-то 500 kilo dog'ida, 450 kilo dog'ida go'sht berishi kerak. Yana bilmadim. O'zlaringiz kelib yana ko'rsangiz bo'ladi. Qasob bo'ladigan bo'lsa, qasobxonada kelib turib, ustida xudo xolasa savdolashib olsangiz bo'ladi. Ina bu xudo xolasa sig'irimizni yon tarafidan kuzatganlarimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Yelkalarini ham ko'rsatamiz. Ina. Agar buni sotib oladigan bo'lsangiz, xudo xolasa shu 450 kiloda go'shi bor. Ekranda egalarning telefon raqamlarini qo'yib o'tganmiz. Bemalol kelib ko'rib, ustida savdolashib olaverasizlar. Agar buni sotib oladigan bo'lsangiz, qo'sha to'y ham yetadi go'shi. Öküzden ekan, gördünüzmi? Tıfalam. Suni kaçırganlamını bu hagiye vaqti aslında çıkmagan bu suni kaçırganlamdan keyin. Şundan keyin kısır bo'ldi, akavay dedilar. Savdolashib olaverasizlar yana o'zlaringiz. 42 million so'm aytiladi, ustida yarashadigan joyi bor. Adresimizni aytib o'tdik, Hazorasp Karvakda bo'ladi. Bemalol ekranda telefon nomerlarini telefon qilib, kelib ustida savdolashib olaverasizlar. Bugungi videolarimiz qisqa variantda bo'ldi. Videolarimizni shundan ko'rib, like bosganlarga uchun kattakon rahmat. Kanalimizga yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Shunday videolarni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Salomat bo'lasizlar.